Uy sharoitida qo'lda olg'i ishlaymiz. To'g'ri, zaldagi kuchli effekt bo'lmashi mumkin, lekin bir pog'ona zalga chiqishga bu sharoit yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, aka tezroq rezultat qilay deydi, 2 oycha rezultat bo'ladimi deydi. Unaqa rezultat bo'lmaydi hech qachon 2-3 oyda. Chunki agar 2-3 oyda rezultat bo'lsa, O'zbekistonda kacholar ko'payib ketadi. Har haliga ertalagi anekdotlarga ishonib 2 oyda, 3 oyda o'zgargan bolalarga ishonmanglar, bu bo'lmagan narsa. Sababi 10 yillik tajribamdan chiqib sizlarga aytaman, bu oson emas. Bu sportga nimaki kerak bo'lsa, tanamga hamma narsani qilganman. Shuning uchun 3 oyda mana shogirdim, 2 oylik ishonmanglar. Bu ertalarda bo'ladi. Bunaqa programma yo'q. Hisoblang 1 oyda eng kamida haftadagi 3 marta chiqadigan bo'lsa 12 marta chiqadi. Agar 4 marta chiqadigan bo'lsa 16 kun. 16 ni 3 oy ko'paytirsangiz 48 kunda inson tanasi o'zgarmaydi. Chunki siz bilan biz onamiz qonidan 9 oyi 9 kunda tushganmiz. Xulosa o'zingizdan video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Shunchaki ichimdagi narsani haqiqatni gapirdim. Sog' bo'ling.